Kecha aqlli edim va dunyoni o'zgartirmoqchi bo'ldim. Bugun esa donishmandman va o'z nafsimni o'zgartirmoqchiman. Jaloliddin Rumiy. Ushbu so'zlar Sanjar Xo'ja tomonidan yozilgan ushbu Qadam kitobining orqa hoshiyasida keltirib o'tilgan va bu so'zlar ushbu kitob ma'nosiga to'laqonli tushadi. Assalomu alaykum. Ming kitob tahlil loyihamizning ham mana 10-soniga yetib keldik va ushbu sonda biz yozuvchi Sanjar Xo'ja qalamiga mansub ushbu Qadam kitobini tahlil qilamiz. Sanjar Xo'jani shaxsan YouTube'dagi videolarini ko'rib taniganman. U kishini kitob yozishini bilmasdim. Ammo internet kitob do'konlarini ko'rayotib, u kishi tomonidan yozilgan ushbu kitobni ko'rganimdan so'ng darhol sotib olib o'qishga qaror qildim. Va bu ishim qanchalar to'g'ri bo'lganini kitobni 5-10 varaqni o'qiboq tushunib yetdim. Xullas, ushbu kitob 2019-yilda yozilgan. Qadam nimaga kitobning nomi Qadam? Yozuvchi Sanjar Xo'ja unda o'zi bosib o'tgan yo'ldagi voqea hodisalarni tahlil qilgan holda, o'zi o'qigan kitoblardan iqtiboslar olgan holda o'sha voqealarga bog'lab maqsad tuzishni, ba'zida shunaqa narsalar bo'ladiki, ya'ni shunday bir nuqta keladiki, endi nima qilsam bo'ladi, ertaga nima qilaman, bir yildan keyin qanday ish qilaman, qanday kasbni tanlasam kerak, shu kabi savollar bo'ladi, to'g'rimi? Sanjar Xo'ja aytadiki, aslida bu dunyo unchalik bir qiyin joy emas. Shunchaki siz o'zligingizni yaxshi tanimaysiz. Bu kitobni o'qish orqali siz o'zligingizni taniysiz. Ertaga nima qilsam ekan, qanaqa maqsad qilib qo'ysam ekan degan mana shunaqa bir savollar yotgan bo'lsa, u savollarga javob topish juda ham oson bo'ladi. Gapni qisqa qilamiz va birinchi bobga o'tamiz. Birinchi bob bu orzularingiz deb nomlanadi. O'qituvchi o'quvchilardan hammani orzusini so'radi va orzusiga qarab baho qo'yishini aytdi. Nozima, sen kelajakda kim bo'lmoqchisan deb so'radi o'qituvchisi. Shunda Nozima aytdiki, shifokor bo'lmoqchiman dedi. Bu orqali men ko'plab odamlarni hayotdan saqlab qolaman deganda o'qituvchisi barakalla, o'tirgan bahoing 5 dedi. Sardor esa men bankir bo'lmoqchiman, ko'p pullarga ega bo'lmoqchiman dedi. Shunda o'qituvchisi barakalla, bahoing 4, o'tir dedi. Shu savolni Mahmudga berganda, Mahmud aytdiki, men ko'plab zavod, fabrikalar ochib, ko'plab odamlarni ish bilan ta'minlamoqchiman. O'zim mahsulotlar ishlab chiqarib, boshqa davlatlarga sotmoqchiman dedi. Shunda butun sinf kulib yubordi. O'qituvchisi esa bahoing 3. Dars oxirigacha yaxshiroq bir kasbni tanlagin va bahoingni ko'tarib beraman dedi. Dars oxirlab qolganda Mahmud aytdiki, ustoz, 3 qo'ysangiz qo'yavering, men bu maqsadimdan kechmayman dedi. Shunda o'qituvchisi unga qarab kuldi-da, qat'iyatingni tekshirmoqchi edim. Barakalla, bahoing 5 dedi. Xuddi shunday yozuvchi orzularni qo'yishga, katta orzularni qo'yaverish kerakligi haqida aytadi. Undan tashqari yana bitta qiziq bir misolni keltirib o'tadi. Bir kishi yaylovda qo'ylarni o'tlatib yurgan cho'ponlar yoniga kelib, ulardan bir savol so'radi. Hozirroq orzungizni amalga oshirish imkoniyati bo'lganda nimani so'rardingiz dedi. Shunda birinchi cho'pon aytdiki, hayolimga birinchi kelgan narsa bu ko'k piyoz va issiqqina shirmoy non dedi. Keyin boyagi odam ikkinchisidan ham xuddi shu savolni so'raganda, u odam do'stim aytganidan yaxshiroq narsa qolmadi-ku deb javob berdi. Ya'ni bu yerda yozuvchi aytadiki, qarashlarimiz qandayligini bizni orzularimizdan bilib olsa bo'ladi dedi. Ya'ni dunyoqarash odam qanchalik keng bo'lsa, shuncha katta orzular qila oladi. Va orzularning foydalari haqida bu yerda yozib o'tilgan. Kitobni o'qish orqali buni bilib olishlaring mumkin. Keyingi bob bu maqsadlaringiz. Yozuvchi aytadiki, yashashdan maqsadingiz nima deb tez-tez tadbirkorlar va amaldor tanishlarimdan so'rayman deydi. Ularning aksarining javobi esa doim bir xil bo'ladi. Uy-joy qilish, farzandlarni to'yini ko'rish, o'g'il va qiz tashlaridan qutulib sayohat qilish, hamma sharoitlarni yaxshilab nevara o'ynatish. Shunda ularga siz imkoniyati va vakolati keng insonsiz. Va bu mamlakatda faqatgina qurbon hayotida og'zi go'sht ta'mini biladigan odamlar bor. Yog' va shakar bitta do'konda arzon bo'lgani uchun o'sha do'konda qator turgan nuroniylar bor. Ishsizlik sabab chet elga chiqib ketayotgan yoshlar bor. Millatning tarbiyachisi hisoblangan ayollar esa uydan uzoqda yillab chet elda ishlab yuribdi. Shularni bilgan holda sizni yashashda maqsadingiz uy qilish, to'y qilish bo'ladigan bo'lsa, hayotingiz qiymatini sarhisob qilib oling deyman deydi. Va shundan keyin ham ba'zilar unga javob qaytarar ekan. Nima odam to'y qilish, uy qurishga haqqi yo'qmi? Yana qanday maqsadlar bo'lishi mumkin deb savol berar ekan. Bu yoqda yozuvchi ularga bergan javobini keltirib o'tadi, ammo men sizlarga yuzlamoqchiman. Bundan tashqari yana hayotda qanday maqsadlar bo'lishi mumkin? Izohlarda fikringizni qoldiring. 1976-yilda Amerikaning Seattle shahrida Down sindromiga chalinganlar orasida yugurish musobaqasi o'tkazildi. Ya'ni bilamiz, bu aqli zaiflar. Shunda yugurib ketayotib,
bir kishi qoqilib tushdi va yig'lashni boshladi. Shunda qolganlar taqqa joyda to'xtatdi, buni o'rnidan turg'izib, birgalikda quchoqlashib yugurishda davom etishdi. Endi sizga savol: aqli zaiflar aslida kim? O'g'il qizini pul berib o'qishga kiritganlarmi? Vazifasiga loyiq bo'lmasa-da o'g'li, jiyani, boshqa bir qarindoshini bir lavozimga tayinlayotganlarmi? Ishini yo'qotishdan qo'rqib nohaqlikka sherik bo'layotganlarmi? Hamma ko'rsin, ichi kuysin deb badabang qarzga to'y qilayotganlarmi? Kim o'zi aqli zaif? Kim Down sindromiga chalingan? Bu savollarning javobini hamma o'ziga bersin. Inson hayotini jahannamga aylantirmoqchi bo'lsa, buni yo'li juda oson. Shunchaki birov bilan o'zingizni taqqoslang va marhamat, jahannam hayotiga xush kelibsiz. Albatta majoziy ma'noda. Oyiga $1000 topadigan odam, $10,000 topadigan odam bilan o'zini solishtiradi-ku, yoki bir kelishgan, baland bo'yli bir yigitga o'zini bir tanasini solishtiradi. Yoki bo'lmasa ayollar kimnidir qoshi, ko'zi, labi chiroyli bo'lsa, ularga qaraydi, o'ziniki bilan solishtiradi. Mana shu jahannam hayoti deyiladi. Albatta majoziy ma'noda. O'rniga nima qilish kerak? Shunchaki o'zingiz kechagidan, o'tgan hafta, o'tgan yilgidan hozirgi holatingiz yaxshimi? Nechi foiz? 1% bo'lsa ham yaxshimi? Agar ha bo'lsa, demak siz to'g'ri yo'ldasiz. Tamom, boshqa narsani unuting. Solishtirish bu eng ahmoqona narsa deydi yozuvchi. Yaxshilikni tagi teshik deymiz, u aslida yaxshilik tagi teshik emas, bizni niyatimizni tagi teshik. Qilingan yaxshilikka yaxshilik kutish bu saxovat deyilmaydi, bu qarz berish deyiladi. O'ylaymanki, hammaning hayotida bo'lgan, ya'ni kimgadir siz yaxshilik qilasiz, xuddi o'sha odamdan sizga nohaqlik, yomonlik yo bo'lmasa bir malomat, tuhmat, g'iybatga o'xshagan narsa keladi. Aslida mana shu narsa bu sizni qanchalik samimiy ekaningizni tekshirish uchun kelgan imtihondir. Yashashda maqsadingiz bobida yana bir boshqa bir zo'r bir misol keltiriladi. Eshitinglar. Buni 60 yil oldin ishlangan Mahallada Dudu gap filmini albatta ko'rgansiz. Unda Oyposhsha eridan nechta qo'y oldingiz deb so'raganda, eri bitta qo'zi deb javob beradi. Shunda Oyposhsha baland ovozda 10 ta qo'y nima bo'ladi deydi. Keyin eriga qarab, dushmanlarimiz kuy bo'lsin deyman-da deb qo'yadi. Voy, dushman kim? Dushman kim? Qo'shnimi? Qo'shni dushmanmi qo'shni? Bu narsani ham yozuvchi qayerdan kelganini yozib o'tadi. Bundan 100 yil oldin bosmachilar bostirib kirganda, olimlar, ziyolilar, jadidlarni hammasini o'ldirdi yoki surgun qildi. Kimlar qoldi? Dehqonlar, ishchilar, shu kabi toifalar qoldi. Ularning hayotdagi maqsadi esa maishiy ishlar edi, ya'ni to'y qilish, shunga o'xshagan narsa edi. Chunki siyosiy hayotdan qisirlashtirilgan xalqning hayot markazida maishiy ishlar turadi. Mana shu to'yga, shunga o'xshagan narsalar. Xullas, yashashdan maqsad bobini tugatdik. Endi keyingi bobga o'tamiz. Keyingi bobning nomi bu qadriyat deb nomlanadi va bunda ham ajoyib misollar keltirib o'tilgan. Kimdir sof ona tilida gapirishi mumkin, milliyligi uchun jon kuydirib nutq so'zlashi mumkin, ammo uning loyihalari va do'konlarining nomi boshqa tilda bo'ladigan bo'lsa, u uchun o'sha til qadrli hisoblanadi. Va yoki qaysidir amaldor fidokorlik, vatanparvarlik, halollik haqida jon kuydirib gapirishi mumkin, ammo xalqni qaroqchilardek ishlayotgan bo'lsa, u uchun boylik qadrli. Kimdir dindor bo'lishi, har kuni ibodatlarni bajarishi mumkin, ammo o'rni kelsa, agambardorlik qilib, ikkiyuzlamachilik qilib, o'zini ishini bitirib olish uchun hamma narsaga tayyor bo'lsa, u uchun obro' qadrli. Qadriyatingiz nima ekanligini anglash uchun gapingiz va niyatlaringiz qiziq emas. Ularning hammasi sizning xatti-harakatlaringizga bog'liq, deydi yozuvchi. Demak, endi keyingi bobga ham o'tsak bo'ladi. Keyingi bob bu ijobiy fikrlash. Bir usta bo'lgan ekan, uni shogirdi har doim hayotdan nolib yurar ekan. Bir kuni usta unga borib bozordan tuz olib kelishni aytibdi. Shunda shogird ming'ir-ming'ir qilib boribdi, tuzni olib kelibdi. Olib kelgandan keyin domlasi tuzdan bir chimdim olibdi-da, kosaga solibdi. So'ng uni shogirdiga ichishni buyuribdi. Shogirdidan suvni ta'mi qanday desa, albatta sho'r debdi. Keyin ular buloq bo'yiga boribdi. Yana shuncha miqdordagi tuzni usta buloqqa tashabdi va yana shogirdiga buloqdan ichishni buyuribdi. Shogirdi buloqdagi suvni ichib bo'lgach, suv qanday desa, suv ajoyib, ta'mi shirin debdi. Shunda usta aytibdiki, hayotimizdagi muammolar ham tuzga o'xshaydi. Sen qaysi maqomda, qaysi davrda, vaziyatda bo'lishingdan qat'iy nazar, baribir muammolarga duch kelasan. Asosiy narsa esa sen muammoni qanday qilib qabul qilishingda. Bunda ikki yo'l bor, yoki kosa bo'lish yoki buloq bo'lish. Ko'ngilni keng qilib buloq bo'lgin. Shunda hayoting yaxshi bo'ladi debdi usta. Hayvonot bog'ida panda bo'lar ekan. Doim ming'irlab, shu nolib yurar ekanda. Undan shu nimaga doim nolib yurasan desa, hamma rasmga tushadi. Ularning rasmi rangli, meniki esa doim oq-qora debdi. Yozuvchi mana shu hayotdan bitta misol keltiradi, ya'ni Toshkentda bir yigit turmush o'rtog'iga Gentra sovg'a qildi. Videoda ko'rgan ekan. U ayol esa bir boshqacha bir kattaroq mashinani kutgan ekanmi,
baqir-chaqir qilib, mashinaga tosh otib, shu norozilik bildirgan ekan. Yana bir boshqa videoda esa bir bola iPhone'i sinib ketgani uchun o'zini devorga urayotganmish. Shunda yozuvchi aytadi, iPhone'ni Apple ishlab chiqaradi. Apple asoschisi Stiv Jobs u 2011-yilda saraton kasalligidan vafot etgan. Agar hozir o'shanga aytsa, hozir sen turgan vaziyatga tushib qolish o'rniga o'sha hamma ishlagan pullarni berishga tayyormisan deganda, u hozir seni vaziyatingga tushib tanlagan bo'lardi deydi. Shu sababli bir o'tirib o'ylab ko'rishing va hayoting qiymatini bilishing kerak deydi yozuvchi. Ijobiy fikrlashga Sanjarxo'ja yana bir zo'r bir misolni keltirib o'tadi. Meksikadagi qishloqlardan birida issiq va muzdek bo'lgan buloq bir-biriga yaqin joydan oqib chiqargan. O'sha qishloqqa turistlar tashrif buyurganda tarjimon aytibdiki, bu ayollar bu issig'ida kirlarni yuvadi, bu sovug'ida esa kirlarni chayadi debdi. Shunda sayyohlar aytibdiki, ayollarga mazza ekanda, tabiat ularga shunday bir imkoniyat yaratib bergan deb. Shunda tarjimon aytibdiki, sizlarga bu ko'ringan bu holatdan ayollar noliydi deb. Nimaga deb so'raganda, ayollar aytarkanda, shu Xudo shu issiq va sovuq suvni chiqarib qo'yganda, shu oldiga bir sovun ham chiqarib qo'ymaydimi deb nolirganda, hayotidan, turmushidan doim nolib yuradigan odamlarni kuzating. Hech qachon kosasi oqarmaydi, hech qachon bir narsadan ko'ngli to'lmaydi. Hayotingizni shu salbiy fikrlar bilan to'ldirsangiz, bir yaxshi narsalarni ko'ra olmay qolasiz. Ular ko'zga ko'rinmaydi. Shu sababli yaxshi tomonlarni o'ylash kerak. Shu sababli men ijobiy fikrlash qismida mana shu misol keltirib o'tilgan. Bir xonadonda qaynona va kelin har doim urushar ekanda, kelinni joniga tegib ketibdi. Bir giyohlar sotadigan qarindoshini oldiga borib, menga bir giyoh tayyorlab bering, qaynonam jonimga tegdi, shuni bir o'ldirib qutulay, iltimos menga yordam bering deydi. U odam esa unga bir hovuch kukun berib, har kuni ovqatiga solib borsang, sekin-sekin o'ladi deydi. Ammo har doim unga chiroyli muomala qil, murosa qilgin, shunda u zaharlanayotganini sezmaydi deydi. Kelin qaynonasidan shunchalik bezgan ekanki, shu sotuvchi aytganini qilibdi. Qaynonasini ovqatiga har doim o'sha kukundan qo'shar ekan va shirin, yaxshi muomala qilar ekan. Oradan bir necha kun o'tgandan keyin kelin boyagi sotuvchining oldiga kelibdi-da, menga boyagi zaharingizni kesadigan bir boshqa bir giyoh bering debdi. Shunda sotuvchi sababini so'raganda kelin aytibdiki, qaynonamga yaxshi muomala qiluvdim, hozir menga muomalalari o'zgarib, xuddi onamdek bo'lib qoldi debdi. Endi u kishini o'lishlarini xohlayman, sababli menga uni kesadigan bir boshqa bir kukunmi, giyohmi bering debdi. Sotuvchi esa senga bergan kukunim bu oddiygina tuz edi. Mana shu bir hovuch tuz qanchadan qancha odamlarning oilasini tuzatdi-ya, debdi o'ziga o'zi. Shu sababli boshqalarning mingta xatosini ko'rsangiz ham bu sizlarga hech qanaqa foyda bermaydi. Uni o'rniga o'zlaringning bitta kamchiliklarini ko'ringlar. Shu sizlarga yordam berishi mumkin deydi yozuvchi. Demak, ijobiy fikrlash bobini tugatdik. Endi shaxsiyat bobiga o'tamiz. Bunda ham ajoyib misollar keltirib o'tilgan. Shaytanat asaridagi Asadbekni hamalaring taniysizlar. O'sha odam shu masjid qurishga pul beradi bilsalaring. Yozuvchi aytadiki, u pulni hech qanaqa bir musulmonlarni o'ylab boshqa narsa uchun bermagan. Uni bir ichida bir narsa bor edi, ya'ni o'zi bilardi ich-ichidan qanday odamliligini. O'sha ichidan kelayotgan ovozni so'ndirish uchun shunchaki masjid qurish uchun pul ajratgandi u. Amerikalik mafiya boshlig'i Al Capone ham muhtojlarga va cherkovga yordam qiladi. Ular bularni hammasini mana shu ichidagi bir ovozni, vijdonni shunday yopib qo'yish uchun qiladi deydi yozuvchi. Ular qilgan sadaqalardan faqatgina o'zlariga foyda. Shu sababli bugun uddaburon va aqllilardan ko'ra ko'proq jamiyat halol insonlarga muhtoj. Uddaburon, aqlli va halol bo'lsa, nur ustiga a'lo nur. Bu ham bir shaxsiyat bobidagi misollardan biri, lekin hozir shaxsiyat bobidagi keyingi misol to'g'risi juda jiddiy. Qizlar orasida bokiralik pardasi buzilish holatlari ko'paygan. Har hafta kamida 3 ta qiz tik turish uchun keladi. Albatta, onalari boshchiligida. Oradan bir necha kun o'tgach esa onasi yana qaytib kelib, "Voy, rahmat sizga, qizimning yuzi yorug' bo'ldi" deb yana pul ham qistirib ketadi. Bu gaplar yozuvchini tanishi, yozuvchiga 10 yil oldin aytgan gaplar edi. Kitob 2019-yilda yozilgan bo'lsa, 2009-yilda aytilgan gaplar. Hozir esa ijtimoiy tarmoqlar kuchaygan zamonda buni qanchalar darajada urchib ketganini xayol qilish shunchaki dahshat. Yozuvchi aytadiki, shifokordan so'raganimda shuni, men qilmasam boshqasi qilib beradi-ku degan bahonani aytadi deydi. Bunga sabab bo'layotgan boshqa bir necha omillar ham bor ekan. Bu haqda ham yozuvchi kitobda yozib o'tadi. Uni o'qib chiqib, ular haqida ko'proq narsani bilib olishlaring mumkin. Shaxsiyat bobini ham tugatdik. Endi oxirgi tahlil qiladigan bobimiz bu ijodkorlik. Sizlarga topishmoq o'zi bitta ichi mingta nima? Miyalaringga keldi, hammamiz miyamizga bitta nima keldi.
meva keldi. Xuddi shu savolni o'quvchilardan so'radi. Bir o'quvchi bunga qopdagi guruch deb javob berdi. Shunda o'qituvchi aytdiki, yo'q, buning javobi anor dedi. Ya'ni mantiqan olib qaraganda ikkalasi ham to'g'ri. Ammo hozirgi ta'lim tizimi bolalarni shunday tarbiyalayaptiki, hamma bir xil fikrlashi kerak. Yozuvchi aytadiki, aslida maktab erkin fikrlash, munozara qilish, tanqidiy ko'z bilan qarash va ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirishga qaratilishi kerak edi. Bunga mana shu Yevropa va Skandinaviya davlatlarida misollar keltiradi. Masalan, Norvegiyada 8-sinfgacha o'quvchilarga baho qo'yilmasligi, Italiyada esa boshlang'ich sinfga qatnaydigan bolalarga shu 3 yil davomida yozish va o'qish o'rgatilmas ekan. Uni o'rniga ta'lim bolalarga o'ziga bo'lgan ishonch va mustaqil fikrlashni rivojlantirishga e'tibor berar ekan. Ijodkorlik bobida ham bir qancha misollar keltirib o'tilgan. Kitobni o'qish orqali bilish mumkin. Video uzun bo'lib ketdi. Shu sababli shu yerda tahlilni to'xtatamiz. Kitob sizlarga yoqqan bo'lsa, Toshkentdagi yo bo'lmasa boshqa bir viloyatdagi do'konlardan topishlaring mumkin. Kitob mashhur bo'lishi kerak hamma kutubxonalarda. Siz bilan esa shu joyda xayrlashamiz. Video yoqqan bo'lsa, unga like bosinglar, yaqinlarga ulashinglar va izohlarda keyingi kitoblar qaysi bo'lishini yozib qoldiringlar. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum.